Yakshanba kuni 03.05.2026-yil men Varshava vaqti bilan jonli video efir o'tkazaman soat 14:00 da. Toshkent vaqti bilan esa u soat 17:00 da bo'ladi. Barcha farishtalarni, shaytonlarni, jinlarni va yalmog'iz kampirlarni to'plang. Mana bu nima deydi? Rais Timur Rais nima deydi? Menga Turk, sen meni Telegram kanalimdan qochding. Men sendan YouTube'da bir umr chiqmayman, video debatga bir umr chiqmayman deydi. Pizdek bu lo'qni gapirayotgan gapini qaranglar. Birinchidan qanaqa qilib Telegram kanalidan qochish mumkin? Aytinglar, qanaqa? Ikkinchidan bir umr sandan video debat YouTube'da qilmayman degani bu biladi, men uni tiqib tashlayman. Faktlar bo'yicha tiqib tashlayman va buni minglab odamlar ko'radi, to'g'ri. Telegram kanalida bilasizlarmi, qanaqa bahs qilgan bu mendan taklif qilganda men unga aytganman, "Davay, meni kanalimda chiqamiz" deganman. Turk kanalimda chiqamiz. Yo'q, anaqa sizni kanalingizda chiqmaymiz degan. Men aytdimki, "Davay, bo'lsam seni kanalingda chiqamiz" deganman. Yo'q, meni kanalimda ham chiqmaymiz. Biz anaqa Telegramda, короче, tushunyapsizlarmi? Telegram, хорошо, Telegramga kirsam, просто yozuvlar chiqyapti. Men aytdim, "O, basharang qani odam" dedim. "Davay video qilamiz" dedim. "To'g'rimi, Timur Rais? Sen nima deding?" "Yo'q, men shuni zapis qo'ysangiz bo'ladi, video qilmaymiz" deding, to'g'rimi? Sen o'zing qo'rqding-ku, u yoqdan ham videodan qo'rqding, bu yoqdan ham videodan qo'rqding, to'g'rimi? Chushda aytvorasan, "Yo'q, men buni gapirmaganman, bu sun'iy intellekt" deb gapiraversan chushda. To'g'rimi? Biladi. Sanchi harf menga qara. Seni xitrligingcha yosh bolaning xitrligiga o'xshaydi. Bilasanmi shuni bilan? Gapini qaranglar. Men Telegram kanalingdan meni Telegram kanalimdan sen qochding, lekin video debatga sendan bir umr chiqmayman. To'g'ri, sen qo'rqasan, men o'sha seni tiqib yuboraman video debatda. Telegramda ham tiqib yubordim. Bu seni men qana yibanutli narsani aytyapsan. Yibanutli narsani aytyapsan o'sha Telegram kanalingda. Men seni eshitib turman просто. Xo'p, bitta tomon gapirsin deb eshitib turman. Oxirida nima deyapsan sen? Men hali ulgurmadim gapirishimni, sen nima deyapsan? Aqlli ham gaplashish qiyin-da, ha? Qat'iy aqlli seni barang yo'q buni. Seni gapirgan gapingni aytaymi? Agar aldasam men ko'tman. Aldasam ko'tman. Sen nima deding? Aytdingki, mana chet elda masalan nemetskiy mashinani tuzata olmaysiz-ku, instruksiyasi bo'lmasa, to'g'rimi? Shunaqa deding, to'g'rimi, Gando? Men aytdim, "Ha, shunaqa dedi." To'g'ri, tuzatib bo'lmaydi, masalan mexaniklar har bir yangi mashinani instruksiya bo'yicha o'rganadi. Ha, to'g'ri. Siz Qur'onni bilmasdan qanaqa qilib gapiryapsiz? Unaqa Qur'oningga qo'ttog'im, men senga nima dedim? Meni-chi qiziqtirmaydi dedim. Qur'onda nima yozilgan dedim. Qur'onda holva deb yozilgan bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Aro achchiq deb yozilgan bo'lishi mumkin. Suv sovuq deb yozilgan bo'lishi mumkin. U arablarning kitob menga po'xuy nima deb yozilgan, to'g'rimi? Senga shunaqa dedim, to'g'rimi? Arablarning kitobida nima yozilgan meni qiziqtirmaydi deganman. U menga turkiy millatga aloqasi yo'q dedim, to'g'rimi? Timur Rais kod jim bo'lib qoldi o'shandan keyin. Aqlliliging qani edi? Jim bo'lib qolganingdan keyin seni o'rtoqlaring meni so'kishni boshladi, haqorat qilishni boshladi. O'shanda ham so'kmadim. Men nima dedim? Onlayinski to'da dedim. To'da, onlayinski. Allohingizki dedim. Sallani Allohingizki, onlayinski, Muhammedingizki, jim bo'l naxo dedim. Ko'zimga yetardimi o'sha haqoratlandim. Sen har biring ko'zimga yetardimi o'sha haqoratlandim. O'shandan keyin chiqib ketdim. So'kib chiqib ketdim. Gando Rais. Onlayinski seni Rais, onlayinski sen Gandonni, shakaloni biladi. Uzoqdan o'tirib olib qo'ysa, men o'zim chet elda yashayapman-ku, lekin sen uzoqdan o'tirib olib O'zbekistonni blogerlarni so'kib yotibsanki, chunki ular seni so'ka olmaydi. O'zbekistonni kanalda unaqa so'kib birovga so'kish mumkin emas. Faqat ana Cho'chqa Musayevga mumkin haqorat qilish sani okenga, anaqa muxtaraligi. Chunki uni odamlari parlamentda bor. Uni kirishasi parlamentda bor deymiz. O'sha amaldorlarning orasida kirishasi bor. Musayevni ham o'shancha quturib ketgan. Lekin men yana 10-marta aytayapman. O'sha amaldorlarni
o'sha Shuhrat Musayevni zashita qilayotganiga, himoya qilayotganiga o'sha Shuhrat Musayevni Muxtor Alini himoya qilayotganiga o'sha kim o'sha amaldorlardan himoya qilyapti o'shalarni sallani ko'tingga qo'ltog'im onangniski sallani bolangni o'ziga siskaysani bolalariga bildingmi amaldormisan yo kimsan bildingmi sen gandon himoya qilsanmi shularni san ham shunaqa gandonsan amaldor bo'lib turib bildingmi onangni siski sallani yana bir aytyapman bildingmi bolalaringni qo'ltog'imsan gandonlar bildingmi tak man necha marta aytganman man Shavkat Miramonovichni hurmat qilaman Shavkat Miramonovichni va parlamentdan chiqqan qonunlarni hurmat qilaman man hech qachon man qarshi chiqmaganman O'zbekiston bu dunyoviy mamlakat o'sha dunyoviylikni man himoya qilib chiqqanman dunyoviylik zamonaviy o'zbeklarni zamonaviy dunyoviy bolalarni man tomoni bo'laman Konstitutsiya bo'yicha O'zbekiston bu sanga sasigan islomiy shariat emas, ani arabskiymi, aniq bilat Sudan, aniq Somali, qayerda yana bu o'sha Saudiyska Arabiya o'sha sasigan Pokiston, Afg'oniston unaqa mamlakat emas. Zamonaviy dunyoviy demokratik tomoniga ketayotgan mamlakat bo'ladi. Men o'shaning tomonini olaman. San gandonlar Petya, Vasya deb nomlaringlarni qo'yasizlar, Petya, Vasya deysizlar. Keyin bo'lsa, hammasini haqorat qilib chiqasizlar. Men ham o'shancha sandan so'qolman va bo'ldi shundan. Vasani okey, yani Shuhrat Musayev sani okey bor, u ham молодец o'zidan pizdet kimni yasab olgan bu? Islomchidan boshqa kimni yasab olgan? 5000 kilometr O'zbekistonda uzoq bo'lgan odamlarni kamida 5000 kilometr undan ham ko'p даже короче Amerikada yashagan, Yevropada yashagan. Конечно, bu uzoq. Endi bu spesialni Shuhrat Musayev deb kelib o'tirmaydi Toshkentga. O'shalarga bu vizov beradi. Kelinglar deb gaplashamasizlar. O'zingizlardan 10 tani olib kelinglar. Lekin O'zbekistonning o'zida unga vizov tashagan odamlar. Necha marta qo'yib berdim o'shani. Sardor Ganser ham aytdi, agar davay oktagonda bo'y qilib beringlar menga, men kelaman dedi. O'shanga Shuhrat Musayev nima dedi? Yarmisini hazilga olib ketib, men Ganserdan, Sardor Ganserdan urushmayman, faqat uchlovini urishaman dedi. Men bu Ganserni, Azizbeyni, Jasminni men kapotga yopamiz, mashinasini kapotini ochdi, kapotni ichiga yopamiz. Keyin bo'lsa, musorkani oldiga borib, o'sha yerga tashlab yuboramiz, o'sha yerda urishamiz dedim. Yarmi hazilga oldi, bu xitri o'zicha bu. Primoy etolmadi, bu cho'chqa primoy etolmadi. Ha, urishaman dedi. Oktagonga bo'y qilinglar, men Ganserdan urishaman. Keyin bo'lsa, yana bitta bola bor. Nosim Xolovni oldida, Nosim Xolov o'shanga anaqa dalil svidetel bo'ladi. Svidetel bo'lgani o'sha Nosim Xolov. Nosim Xolovni oldida bitta bola vizir tashladi Musayevga. O'shanda Musayev jim bo'ldi. Keyin bo'lsa, yana bitta Sardor degan boshqa Sardor. Chet eldan keldi, Rossiyadanmi, qayerdanmi bilmayman. Chet eldan qarshi keldi. Uni anaqa kutib olish kerak edi o'sha Musayev aeroportda kutib olmadi. U Sardor o'yigacha bordi Musayevni. O'tda nima deyishdi? Anaqa Shuhrat Dubayga ketgandi. Va o'zi xuyozni podolda bekinib o'tirgan. Shunaqa. Juvozlar mana senga Shuhrat Musayev. U Shuhrat Musayev faqat kimga vizov beradi? Uzoqda bo'lgan odamlarga, uzoqda. Yoki o'zi-o'zidan anaqa kommentariyalarda yozadi. Kommentariyada bo'lmagan narsaga javob beradi. Mana anaqa lokatsiyam bor, kelgin. Anaqa bittasini nomini aytib, qanaqadir tammasini tam Aziz tam kimdir Aziz tam Muhammeddin menga shunaqa yozma, telefoningni ber. Men lokatsiyam bor, mana kelgin deb gaplashamiz. Aslida kimdir yozganmi, unga yozmaganmi xuy o'zini. Tushunasizmi? Lekin откровенно mana videodan chiqib bola unga vizov tashlagan. Videodan chiqib necha marta menga o'zimni anaqamda o'shani ko'rsatdim, o'sha o'zimni kanalimda. Gandon javob berdi Musa, yo'q, qo'rqadi. Oktagonga chiqmaydi bu bola. Nimaga oktagonga chiqmaydi? Chunki bu bola urusha olmaydi, qimilla olmaydi, joydan qimilla olmaydi bu Gandon. Faqat pont qiladiki, o'zingdan 10 tani olib kel. Dalbayob Musayev 10 taga qarshi masalan
Jalolov ham hech narsa qila olmaydi. Tijloves bo'lsa ham to'da yes to'da bilasan. To'da bir ataka qiladi, o'sha Jalolovni ham ezib yuboradi. Bilasanmi shuni dalboyib. Mike Tyson ham anaqa to'daga hech narsa qila olmaydi. To'daga tushunyapsan? To'da ataka qiladi, Mike Tyson ham ezib yuboradi. Lennox Lewisni ham ezib yuborishadi. Nima deyapsan? To'da yes to'da. To'daga qarshi hech narsa qilib bo'lmaydi. To'dadan faqat qochish kerak. Yoki qo'lingda qurol ushlashing kerak, tushunayapsanmi? Любой qurol, pichoqmi, tam pistoletmi, lommi, palkami. To'daga qarshi hech narsa qila olmaysan. Baland chempionlar hech narsa qila olmaydi to'daga. Musayev, seni kallang bormi? To'dalanib kelinglar, o'nta bo'lsa, hech bo'lmasa ko'rsat, amalda ko'rsat, bittaga chiq o'sha oktagonga. Chaqirgan-ku seni Nosim Xolovni oldida bola chaqirgan, nomini bilmayman o'sha bolani. 1000 marta o'sha videosini qo'yib berdim. Sen uni taniysan, 100% u bolani taniysan. Seni chaqirgan oktagonga, ne chiqmading sen Musayev, ha? Ne chiqmading? Chunki sen urusha olmaysan, dalbachdi yo'q buni bilan. Sen urushni bilmaysan. Birinchidan, ikkinchidan baribir semizliging seni bu semizligingda sen o'rgana olmaysan ham urushni, tushunasizmi? Musayev, keyin sen meni Tailandga chaqirding, esingda bormi? Men birinchi vaqtlarda jim bo'ldim, hech narsa demadim. Keyin mayli dedim. Davay chiqamiz dedim. O'shani eshitding yaxshilab. Tailandga chiqamiz dedim. Davay. Sen eshitding o'sha videoni. Davay. Uchrashamiz dedim. Sen bormading, uchrashmading. Men nimani nazarimda tutgandim? Tailandga borib, o'sha yerda sport kompleksida Muay Thai'ni tailandskiy boks deyiladi, Muay Thai. Uni sport komplekslari juda ham ko'p. Ringlari juda ham ko'p. Ko'chada ham ringlar to'lib yotibdi, bo'sh ringlar to'lib yotibdi. O'shaning ichiga kirib urushsang, qonun orqali hech qanday javobgarlikka tortilmaydi odam, tushunasizmi? U xuligankaga shitatsiya qilinmaydi. Sen bo'lsa Malayziyaga tortoqsan, dalbayob. Malayziyaga kim borib urushadi? Uni qonunlari juda ham qattiq. Xuliganka, ko'chada urushish bu xuliganka, bilasanmi? Xuliganka uchun Malayziyada 5 yilga ham qamoq boradi. Bilasanmi? Chunki o'ta turistlarning mamlakatlari. Ular Malayziya bu mamlakat sandan mandan seremoniya qilib o'tirmaydi. Lekin, конечно, sen birinchi zaявление yozib yuborasan. Seni planingda o'sha narsa ham bo'lgan. Birinchi yozaman, keyin bo'lsa Turkni qamataman deb, tushunasizmi sen gandon? Nima qilmoqchi edi? Keyin bo'lsa Toshkentga qaytib Nagli basharandan kulib o'tirasan. Nagli basharangni ko'rsataymi seni yehidni. Ondan keyin seni yehidni basharang, dash erkakka o'xshamaysan sen gandon. O'zicha anaqa Polshaga ham jalba yozibsan yoki yozaman deyapsan, tushunib bo'lmaydi. Yozgan bo'lsang yozaman deyapsan, menga qara. Papa Rimskiyga yozmaysanmi jalba? Menga qarshi, kerak bo'lsa. Ritsarlarga yozmaysanmi? Menga qarshi, kerak bo'lsa. Bor, yoz kimga kerak bo'lsa. Tevtonskiy ordenga jalba yoz, menga qarshi, tushunasizmi? Ular senga даже javob ham bermaydi, bilasanmi? Bersa ham bir где-то 2 yildan keyin javobini olasan, o'tda yozilgan bo'ladiki, biza aloqasi yo'q YouTube'ga, tushunasizlarmi? YouTube'ga hech narsa qila olmaymiz. YouTube'da hammasi bir-birini so'kadi. Anaqa pretenziyangiz bo'lsa, o'sha YouTube'da jalba yozing, o'sha yerda uni bloklashadi. Sen 100% yozgansan, menga qarshi YouTube'da ham yozgansan jalba, Musayev. Bu aniq gap. Lekin YouTube senga javob bergan, "Здесь нету нарушения прав" degan. Tushunasizmi? Bo'ldi shundan. Bitta javob bergansan, "И пошел нахуй" degan, tushunasizmi? Tashqi kimga yozsa yozaver. U xuyni hammasi bildingmi? Musayev oxirida yana gapirib qo'ymoqchiman senga, Allohingizki, Muhammedingizki, tushundingmi? Nima uchun unaqa gapiryapman? Chunki sen chunkin dalboy, men qo'rqayotganim yo'q, sen menga qarshi Polshaga jalba yozyapsan deb. Yana bir marta aytaman, senga javob ham bermaydi bular, tushunsan? Agar bersa aytadi, "Мы некомпетентны в вопросах YouTube" deydi. YouTube'ga обращайтесь deydi. Bo'ldi shundan.